Madaniyat vaziri, ustoz san'atkor, O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston xalq artisti. Kecha bir san'atkorga video murojaat bilan chiqqandim. Muruvvat uyida konsert qo'yaylik, aka keling, mana shu insonlarning bir kayfiyatini ko'taraylik deb video qilib chiqqandim. Juda ham ko'pchilik fikr bildiribdi. Ko'pchilikka yoqibdi, ko'pchilikka yoqmabdi u san'atkor. Hammalaringga katta rahmat, shunchalik e'tibor qilib komment yozganlaring uchun Alloh rozi bo'lsin. Shu orada bir san'atkor menga aloqaga chiqdi. Madaniyat vaziri, ustoz san'atkor, O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovning bir shogirdlari bor. Azizbek Bekmurodov. Aka, sizdan alohida Alloh rozi bo'lsin. Shunchalik e'tibor qilib menga o'zimga aloqaga chiqdingiz. Любой payt ukajon aloqaga chiqing, men tayyorman bunaqa xizmatlarga deb aytdi. Xudo xolasa, vaqtingiz bo'lsa, imkoniyatingiz bo'lsa, 9-may, ya'ni xotira va qadrlash kuniga sizni Buvayda tumaniga alohida o'zingiz taklif qilamiz aka. Imkoniyatingiz bo'lsa, kelsangiz biz xursand bo'lamiz. Sababi 9-may xotira va qadrlash kuniga nogironligi bor oilalarga, yetimligi bor oilalarga, imkoniyati cheklangan oilalarga xayriya to'y, xayriya konsert tashkilladik xudo xolasa. Bu video murojaat vodiyda ijod qilib turgan san'atkorlarga, nafaqat vodiyda, poytaxtda ijod qilib turganlar, o'zini ko'nglida bor insonlarga, ko'nglida bor qo'shiqchilarga video murojaat bu. Bizning tumanimizda katta tadbir bo'ladi inshaalloh, saxovatli karvon jamoasi bilan birgalikda ana shu to'yda ishtirok etib, nogironligi bor oilalarni xursand qilib bir duolarni olib ketsalaring biz xursand bo'lamiz. Bu videoga maksimal darajada like bosib, kengroq tarqalishiga yordam qilasizlar. O'zlaringiz istoriyalaringga qo'yib bersalaring ham biz xursand bo'lamiz.